Assalomu alaykum hammaga, Serena ishqibozlariga. Hop, biz 50 ming so'm emas, biz 500 ming so'mga yozib beramiz. Bizda hech qanaqangi PR bu narsa yo'q. Hop, biz bu yerda kompyuterga USB portini tiqib, prosta proshivkani, proshivka emas, u Nix fayl ko'rsatmaymiz. Biz to'g'ridan to'g'ri tuzilgan programmani ko'rsatamiz. Bizda buni tomirigacha bor, Alloh xolasa. Bu yerda polni tuzilgan hamma dasturlari, mana uni programmachilar o'zi biladi, nominal hamma narsasi bor bu yerda. Hop. Bundan nima demoqchiman men? Hop, bu narsa hech qanaqangi haliga yondirib yuborish bu narsa bo'lmaydi. Agar shu biz qo'ygan Serena orqali hop, Gentraga qo'ygan bo'lsak, mana video xolasini saqlanib qo'yasizlar. Shu Serena orqali yonib ketsa, Gentra bo'lsa, biz Onyx olib beramiz. Agar Nix 3 bo'lsa, Gentra olib beramiz. 100% javob beraman gapimga, buni luboyga jo'nataveringlar. Agar shu Serena orqali yonib ketsa, biz 100% to'lab beramiz. Hop, nima demoqchiman? Bu PR qilib, 50 ming so'm, 100 ming so'm emas, bizda 500 ming so'm. Bizga navoda o'zi bimi, qizi bimi, qirg'iz bimi yozilgan bo'lsa, olib kelsalar o'zimiz to'g'rilab beramiz. Boshqatdan programma yozib ishlatib beramiz. Biz haliga javob bermaymiz emas, biz luboy odamni ishiga javob beraveramiz. Prosta orqasini tozalab ketaveramiz. Bizga farqi yo'q. Xudo xolasa, buni o'sha tegishli joylarga o'zlaringiz jo'natib qo'yasizlar. Biz javob beramiz ishimizga. Qilgan ishimizga ham javob beramiz. Xullas, sog' bo'lasizlar.